Bu darsimizda sizlar linked set linked hash set list turini ko'ramiz. Bu ham set interfeysidan implementa bo'lgan holatda yaratiladi. Yozilish shakli linked hash set bo'ladi. Shularni o'chirgan holatda davom etamiz. Shular kerak yo'q. Tushunamiz. Linked hash set ham noyob elementlarni tutishimizga yordam beradi va hash setdan farqi ichidagi kiritgan ma'lumotlarimiz tartibli holatda tutiladi. Hash set ichi tartibsiz bo'lardi. Buni ichi tartiblangan holatda tutiladi. Bu ham noyob elementlarni saqlashimizga yordam beradi. Nol qiymatini kiritsak bo'ladi bu yerda ham. Hash set kabi tez ishlaydi. Bunda ham treat safe holati yo'q. Ishlatish shakli qanaqa bo'ladi? Shu shaklda linked bu ham Java util kutubxonasidan kelgan holatda ishlatiladi. Hash set misol uchun hash set misol uchun shu shaklda yaratsak bo'ladi. Yangi obyektini yaratamiz. Keldik. Buni ham deyarli xususiyatlari bir xil, qolgan foydalanish shakllari add yordami bilan yangi element qo'shamiz kabi. Misol uchun set nuqta add bilan yangi element qo'shsak bo'ladi. B kabi misol uchun elementlar qo'shdik. Boshqa metodlari bor. Ularni ko'radigan bo'lsak, misol uchun add force boshiga qo'shish, oxiriga qo'shish kabi elementlari ham bor. Ya'ni misol uchun A dan oldinga qo'shish, bu eng boshiga qo'shish. Shu C harfidan keyinga qo'shish, eng oxiriga qo'shish bo'ladi. Misol uchun shu yerda add first deganimda va ichiga F harfini yozsam, birinchi F'ni yozadi har doim bu yerda bu holatda. Shu shaklda. Farqi bu. Add list bor. Misol uchun shu shaklda kirsam, bu listni eng oxiriga yozadi. Boshqa qanaqa metodlarimiz bor? Ularni ko'radigan bo'lsam, add misol uchun get list eng oxiridagi elementni chiqarish, get first eng oxirida, eng birinchida turgan elementni ekranga yozish kabi metodlari bor. Burada ham remove metodimiz bor. Deyarli hash set bilan metodlar bir xil. Shu oxirida boshiga qo'shish tashqarisi qolganlari bir xil. Misol uchun eng birinchi elementni o'chir, istalgan elementni o'chir, eng oxirida turgan elementni o'chir kabi metodlar bor. Misol uchun isempty metodi bor. Bunda ham size metodi bor. Boshqa muhim metodlarimiz bormi? Bu ham for each bilan ichidagi barcha elementlarni aylanib chiqsak bo'ladi. Hozir ko'rgan metodlarimiz hammasini ekranga yozib sinab ko'rib ketaylik. Misol uchun set nuqta get first qilsak, misol uchun bu ekranga nima yozadi? Ekranga F harfini yozadi. Misol uchun get list desam, ekranga G harfini yozadi. Remove first qilsam, shu yerdagi misol uchun shuni agar qilib shu yerda qo'ysam va shu yerdan o'chiraman va shu yerga takrordan birinchi qiymatni oladigan bo'lsam agar, bu safar bu yerda misol uchun A ni qaytadan yozadi. Nega? Chunki men bu yerda birinchi element, ya'ni F ni o'chirdim. O'shaning uchun birinchida endi A bor kabi. Keyin misol uchun size ni yozsak bo'ladi. Deyli set metodlari yoki bu listurlarimizni metodlar bir-biriga juda ham o'xshash bo'ladi. Faqat oralarida kichkina farqlar bor. Uni qolganda ishlash shakllari yoki qolgan tuzilish shakli bir xil. Misol uchun bularni yozsak, ekranga jami 4 dona elementimiz borligini yozish kerak. Misol uchun F yozdi, G yozdi, A yozdi va 4 sonini yozdi. Chunki bizda 4 dona elementimiz bor. Shu yerda bir elementni o'chirib tashladik. Keyin misol uchun clear bor, butun elementlarni o'chirib tashlaydi. Foydalaniladigan joyi qayer? Noyob bir elementlarni saqlaydigan bo'lsak, misol uchun takrorlanadigan element kiritilmaydigan bir list turi kerak bo'lsa bizga va kiritgan elementlarimiz tartibli bir shaklda saqlanishini istasak, linked hash set foydalanamiz. Agar kiritgan ma'lumotimiz tartibi muhim bo'lmasa va noyob elementlarni saqlaydigan bo'lsak,
unda hash set foydalanamiz. Ikkalasi orasidagi farq bu shaklda. Qaysi biri sekin ishlaydi desak, misol uchun linked list hash setdan biroz sekinroq ishlaydi. Ya'ni hash set bunga qaraganda ancha ham tezroq. Chunki shu shaklda linked hash set bilsangiz xotirada har xil joyda olardi. O'zi linked list turlarimiz har xil joylarda bo'lganligi uchun elementlar biroz elementlarga erishishi qiyin. O'shaning uchun sekinroq hash setga ko'ra. Xotiradan ham ko'proq joy oladi linked hash set. Hash setga ko'ra shu ikkalasi orasidagi eng muhim farqlardan biri bu. Keyin boshqa muhim xotiradan qanday joy olishni aytdim. Bu ham xotiradan oladigan joyi kengayib boraveradi. Lekin oldindan misol uchun 16 dona yoki 15 dona katakcha olmaydi, chunki xotiraning qayerda bo'sh joy bo'lsa, o'sha joyga elementni yozgan holatda davom etaveradi linked list, chunki elementlarni bir-biriga manzil orqali bog'laganligi uchun o'sha shaklda ishlaydi bu. O'shaning uchun xotiradan oldindan ma'lum bir joy olmaydi va hash setga ko'ra sekinroq ishlaydi. Darsimizni bu yerda to'xtatamiz. Keyingi darsda tree set bor, uni ko'rib chiqamiz.